Assalomu alaykum akalar. Qachongacha mana shunaqa bir tiyinga qimmat pichoqlashasiz? Otib olinglar buni. Ko'rishinglar mumkin. 700 ming so'mdan oshgan naborimiz. Ko'ringlar, o'ta dahshat chiqqan bu naborlar. Choplari 4 ta pichog'i, bitta musati bor. Mana qaranglar. Choplariga buqasini tushirib qo'yganmiz. Bunaqasi qayerda bor? Bu yerda 1 million so'mlik naborimiz. Hech qaysi zaynab qorayib qolmaydi. Xudo xolasa garantiyalari bor. Javob maza qilib ishlatasizlar. Oshxona bitta bersizlar, maza qilib ishlatadi. Endi bitta reaksiya ko'ringlar, kesishni ko'ringlar, xonadonda. Mana supi chiqqan yo'q-e. Qanaqa kesakin buni? Bunga qaranglar. Ko'ringlar-chi. Kichkina pichog'i. Ana. Kimga kerak bo'lsa narxi 700 ming so'm. Naborda turishi. Bunisi 1 million so'm. Kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar. Hammanglar sog' bo'linglar.